Shahzoda ismining ortida shunchaki chiroyli tushuncha emas, balki aslzodalarga xos ulkan ichki qudrat va oliyjanoblik yashiringanini bilasizmi? Fors tilidan kirib kelgan bu ism podshoh farzandi, malika degan ma'noni anglatadi. Ammo uning tub ramziy ma'nosi faqat unvon emas, balki qalbning yuksakligi va ma'naviy boylikdir. Psixologik nuqtai nazardan shahzodalar tabiatan juda sezgir, mard va maqsadga intiluvchan bo'ladilar. Ular har qanday davrada o'zining aslzodalarga xos vazn tutumi bilan ajralib turadi. Ularning qalb dunyosi juda boy. Tashqaridan mag'rur va mustahkam ko'rinsalarda, yaqinlari uchun borini fido qiladigan darajada sadoqatli va nihoyatda mehribondirlar. Bir sirli fakt. Shahzodalar karyerada tabiiy yetakchi hisoblanadi. Lekin shaxsiy munosabatlarda samimiylik va hurmatni hamma narsadan ustun qo'yadilar. Ularning ishonchini qozonish qiyin, ammo qozonsangiz eng vafoli do'stga aylanishadi. Siz o'z hayot yo'lingizning haqiqiy malikasisiz va har qanday baxtga munosibsiz. Ushbu videoni Shahzoda